O'zbekiston bozorlarida sotilgan avtomashinalar bo'yicha eng haydovga yumshoq mashina Epka deb ham ishonasizlarmi? Buni Epka haydagan okalar va ustakalar juda yaxshi bilishadi. Epka haydovga eng yumshoq hisoblanadi. Nima sababdan yumshoq hisoblanadi? Stulkalari, tiyagalari juda ham ko'p, mustahkam ishlangan, bir-biriga chambarchas qilib bog'lab tashlangan. Ya'ni sodda qilib aytganda haydovga detal juda ham ko'p. Ayrim mashinalarda orqasida 2 ta 3 ta detal bo'ladigan bo'lsa, bularda juda ham sanoqsiz detallar bor. Shu sababli mashinani bir-biriga suyatga qilib tashalgan haydovga qismlari mashinani yumshoq ushlab, lo'mli mashinani o'tmaydi, sakratmaydi. Manyovrlarda ham o'zini ushlab yurishga yordam beradi. Endi bu Epka mashinasi bizda nimaga rivojlanib ketmaganligi, ya'ni zapchastlari qimmat, hamma zapchas avtozapchaslarda yo'qligi sababli va detallari qimmat va motori bilasizlar, mo'rasxod qiladigan chiqavergandan odamlar zerikib, bizda bozorlarda buni narxi tushib ketdi, qadri qolmadi, lekin yumshoqligi bo'yicha nomer 1 hisoblanadi. Buni Epka mingan okalar juda yaxshi bilishadi. Agar sizda Epka bo'ladigan bo'lsa yoki yaqiningizda bo'ladigan bo'lsa, motorda, hadovoyda qanaqadir xizmatli bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilaverasizlar, ishingizni a'lo darajada bajarib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, yaqinlarga yuborib qo'yasizlar. Albatta foydali ma'lumotlarni berib boramiz.